Bismillahirrohmanirrohim aziz o'quvchilar. Mabda'ul qiroat kitobidan biz 35-darsimizni boshlaymiz. Odatdagiday mufradatlar bilan, ya'ni so'zlarning, kalimalarning ma'nolari bilan tanishib chiqamiz. Ma'anil kalimati, so'zlarning ma'nolari. Qidrun, qozon. Qudurun, qozonlar. Barmilun, bochka. Baramilu, bochkalar. Kammashatun, ambur. Mibradun, egov. Mabaridu, egovlar. Mijrafatun, bel kurak, ya'ni kurak, yer chopadigan kurak. Majarifu, kuraklar. Hadidun, temir. Xo'p, jilovlamoq nima degani? Iljamun degani. Jilovlamoq yoki yuganlamoq degani ham o'zbekchada jilovlamoq degani. Aljama, jilovladi. Yuljimu, jilovlaydi. Aljim, jilovla degani. Lijamun, shuni oti, jilov degani. Nuqta, ya'ni otni ot yoki bu masalan eshak, otlarda og'ziga qo'yiladigan narsa shu. Xo'p, aljimatun nima? Jilovlar yoki nuqtalar. Egarlamoq, ya'ni bu egar nima? Otni beliga qo'yiladigan narsa. Israjun deyilar ekan. Asraja, egarladi. Yusriju, egarlaydi. Asrij, egarla. Sarjun, shuni oti, egardi oti. Nuhasun, mis degani. Qasdirun, oq qo'rg'oshin. Qasdirun, oq qo'rg'oshin. Fuladun, po'lat. Musa, piska. Piska degan ekan, men bilmadim piska nima degani. Lekin mana shu ustalar buni yaxshi tushunsa kerak. Alatun, olat, ya'ni asbob uskuna. Alatun, asbob uskunalar. Yasamoq, sun'un, yasadi. Sana'a, yasaydi. Yasna'u, isna', yasa. Xo'p, maza nima degani? Va g'ayru zalika, bundan tashqari. Shabahun, sariq mis. Latun deyilar ekan. Ruscha bo'lsa kerak, latun degani. Xo'p, sariq mis. Al-masbubu, quyilgan. Ya'ni sabba yasubbuni yoki sabba yasubbu sababa, ya'ni masbubun bu nima? Ism maf'ul deyiladi, quyilgan. Xo'p. Bu jumlani o'qib birgalashib tarjima qilamiz. Xo'p. Birmilun kabirun, ya'ni katta bochka. Ayna al-ma'u, suv qayerda? Fil birmili sag'iri, ya'ni kichkina bochkada. Ayna al-mibradu, egov qani? Sarjun jamilun, go'zal egar. Go'zal egar, ya'ni asrijil farasa ayyuhal xodimu, ya'ni otni egarla ey xodim. Hal aljamtal farasa ayyuhal xodim, ya'ni otni jilovladingmi ey xodim? Na'am aljamtuhu, ha jilovladim. Ayna sahibati faridatu, sohibam ya'ni do'stim Farida qayerda? Huna fil hujrati, bu yerda, hujrada. Mada tasna'u fiha, u yerda nima qilyapsan? U yana hujrada nima qilyapsan? Ya'ni uzr. Mada tasna'u, ya'ni so'rayapti. Farida hujrada nima qilyapti? Mada tasna'u fiha, aytibki tuhziru darsaha, darsini hozirlayapti. Min al-fuladi yasna'una al-mibrata wal musa va ghayra zalika min al-alat. Xo'p, po'latdan yasna'una, yasaydilar. Al-mibrata, ya'ni qalamtaroshni. Wal musa, ya'ni musa shu piskani. Va ghayra zalika min al-alat, va bundan boshqa olatlarni. Ayna tadhhabu ya Yusufu, qayerga ketyapsan ey Yusuf? Ila ukhti Fahimata, singlim Fahimani oldiga. Maza tasna'u hunaka, u yerda nima qilasan? Al'abu ma'a ibniha Faridin, ya'ni uni o'g'li Farid bilan o'ynayman. Sa'idun yuljimu farasahu, Sa'id otini jilovlayapti. Khudh hadha al-kitaba, bu kitobni ol. Uq'ud ala al-kursiy, kursini ustiga o'tir. Al-hadidu yasna'una minhu al-miqassa was-sikkina wal-farasa wal-kummashata yoki wal-kammashata wal-mikhraza wal-minshara wa ghayra dhalika min al-alat, ya'ni hadid, ya'ni temir. Yasna'una, undan yasaydilar. Nima? Al-miqassa, qaychini. Was-sikkina, bu nima? Pichoq. Wal-fa'sa,
Fa's o'sha bolta ya'ni. Val kammashata ya'ni nimani? Amburni yasaydilar. Subhanallah. Val mikhraza ya'ni bigiz. Val mikhraza bigizni yasaydilar. Val minshara arrani va g'ayra zalika min al-alat. Va bundan tashqari boshqa nimalarda olatlarda yasaydilar. Ish asbob uskunalarini yasaydilar. I'til hirra al-lahma. I'til hirra al-lahma. Al-lahma. Ya'ni mushukka go'shtni ber. Hazal kalbu yarkudu fi dari. Bu it hovlida yuguryapti. Hada diku yusavi 35 dirhaman. Bu xo'roz 35 so'mga teng yoki 35 dirhamga teng. Xo'p, min ash-shabahi misdan, ya'ni sariq misdan yasna'una sakhanat al-ma'i. Ya'ni sariq misdan nimani? Samovarni yasaydilar. Yasna'una al-qidra min an-nuhasi. Ya'ni qidr deb nima dedik? Qozon. Qozondan qozonni misdan minan nuhasi qozonni misdan yasaydilar va minal hadidil masbubi va quyilgan temirdan va misdan qozonni yasaydilar deyaptilar. Xo'p, va minal hadidil masbubi. Xo'p. Bu jumlalarda arab tiliga tarjima qilamiz. 35-mashq. Bu nima? Ma hada? Temir. Hadidun. Ya'ni yoki hada hadidun deganda bu nima? Ma hada? 11 kammashatun. Nima degani? Kammashatun. Bu yugan necha so'm turadi? Kam yusawi hada al-lijamu? Kam yusawi hada al-lijamu? 3 so'm turadi. Bi thalasi so'm, ya'ni bi thalasi suman, ya'ni bi thalasi suman 3 so'm turadi. Temirdan nimalarni yasaydilar? Maza yasna'una min al-hadidi? Maza yasna'una min al-hadidi? Bolta. Fa's. Al-fa'sa. Pichoq. Ya'ni yasna'una al-fa'sa aslida. Al-fa'sa bu yerda bolta deyapti. Al-fa'sa pichoq. As-sikkina va boshqa asboblarni yasaydilar. Va g'ayra zalika min al-alat. Pichoq qayerda? Ayna as-sikkinu? Bu yerda. Ha huna yoki bu yerda. Huna hovlida. Fiddari. Suv qayerda? Ayna al-ma'u? Qozonda. Fil qidri. Otni yuganladingmi? Hal aljamta al-farasa yoki hal aljamta al-hisana? Xo'p. Otni egarladingmi? Hal subhanallah. Hal asrajta al-farasa, yani ustiga beliga qo'yayotgan sarjun degandik, to'g'rimi? Asrajta ya'ni fe'lga kirgizsak, bu nima bo'ladi? Asraja bo'ladi. Asrajta ya'ni otni o'g'il bolaga aytayotgan bo'lsak, nima? Otni egarladingmi deyotgan bo'lsak, hal asrajta al-farasa. Agar ayol kishiga aytmoqchi bo'lsak, hal asrajti al-farasa deb bo'ladi. Samovarni misdan yasaydilar. Yasna'una nima? Sakhanatal ma'i min an-nuhasi. Yasna'una sakhanatal ma'i min an-nuhasi yasaydilar. Xo'p, egovni ber. Hati al-mibrada. Hati al-mibrada. Chizg'ichni ber. Hati al-mistarata. Hati al-mistarata.